Assalomu alaykum. Hormanglar o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Boshlangan yangi hafta va yangi kuninglar xayrli bo'lsin, omadli va barakali bo'lsin. Savdolar yaxshi ketyaptimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Kecha ayrim bir sabablarga ko'ra aaa, tahlil chiqmadi, haftalik tahlil. Endi inshaalloh bugun haftani seshanba kuni joylab qo'yamiz. Xo'sh, demak boshlaymiz. Birinchi navbatda biza investing.com saytini ochamiz. Hafta davomida kutilayotgan yangiliklar bilan ketma-ket tanishib chiqamiz. Kecha dushanba kuni ko'rdinglar bozordagi holatni, tilla, yevro, funt hammasida yaxshi harakatlar bo'ldi, lekin ishlamadik, o'tkazib yubordik to'g'risi. Xo'sh, bizada основной e'tiborimizni qaratadigan kunimiz chorshanba 17 sentyabr kuni ekan. Ko'rib turganingizdek, Kanadada Toshkent vaqti bilan 18:45 da foiz stavkasi bo'yicha e'lon qilinadigan yangilik. Bu ham juda yaxshi bozorga ta'sir qiladi. Neftda ishlaydiganlar, kanadskiy dollarda ishlaydiganlar bo'lsa, sal ehtiyot bo'lasizlar. Toshkent vaqti bilan kechqurungi 23:00 da 11 da ko'rib turganingizdek FOMC, ya'ni Federal zaxira Federalniy rezerv o'zini yangiliklarini e'lon qiladi. Press konferensiya, foiz stavkasi, shunga o'xshagan yangiliklar. Endi bu yerda aytishimni hojati yo'q, hamma bilsa kerak. Harakat juda ham kuchli bo'ladi. Noaniqlik. Shuni hisobiga chorshanba kuni bitiminglarni kechqurungi 11 gacha yopib tashlashni maslahat beraman. Imkon qadar yangilikda ishlamanglar. Bilasizlar, depozit katta risk ostida bo'ladi. Yo'qotib qo'yish ehtimolinglar bor. Yo'q emas. Grafikni ochamiz. O'tgan haftada belgilagan nuqtalarimiz, ya'ni liquidness pastiga sell side nuqtalarimizga narx harakatni davom ettiryapti. Aynan bizada eng muhim narx borishini kutayotgan darajamiz 97,109 narx darajasiga tushishini kutayotganimni aytib o'tgan edim va o'tgan hafta ozgina tepaga ko'tarilib, yana dalish pastga qarab qaytishni boshladi. Bu hafta menimcha mana shu narxni test qilsa kerak. Katta ehtimol bugun bo'lmasa ham ertaga FOMC yangiligida e'lon qilinadigan yangilikda o'shanda narxi shu darajaga tushishini kutsak kerak. Xo'p, mana buni belgilagan darajalarimiz, belgilarimiz bu o'tgan haftada qilingan prognoz edi va bu to'g'ri atrobotga qilyapti-yu, faqat ancha stoplarni yig'ishtirgandan keyingina pastga tushishni davom etyapti. Xo'p, bularni endi o'chirib turamiz. O'chirib turganimizdan keyin qanaqa holat bo'lishini kutsak bo'ladi. 1 soatlik o'tib ko'ramiz. 1 soatlikda menga eng yaxshi ko'rinayotgan nuqta mana shu yerdagi 1 soatlikdagi belgilab o'tirmayman. Fair value gap nuqtasidan yana dalish pastga ketishni boshlasa kerak. Unga tepagacha chiqishini kutmayapman. Qisqacha shu, pastdagi 97,109 narx darajasiga shuni kuzatamiz. Yaxshi setup bo'ladigan bo'lsa, sellgacha birga ishlab tushamiz. Yevro dollarda ham kunlik time frame'da o'tgan haftadagi belgilagan nuqtalarimizga narx chiqishi davom etyapti. Birinchi nuqtamiz 1.17888 darajasiga narxi chiqishini kutyapmiz deb aytib o'tgan edim. O'tgan tahlilgi videoda ham, bu tahlilda ham mani anaqam o'zgarmaydi, pozitsiyam. Narxi birinchi chiqish nuqtasi men uchun aynan mana shu darajalar bo'lib xizmat qiladi. Xo'sh, endi kichkinaroq time frame'ga o'tib ko'rib, qayergacha narxi tushib, yana qayergacha ketishini taxmin qilib ko'ramiz va menda mana shu fair value gap nuqtasi qiziqroq. Narx mana shu yergacha tushdi. Bu yerdan yana bitta bayga setup qidirib ko'ramiz. Qisqacha shu. Endi funt dollarga o'tamiz. Bunaqacha cho'zib o'tirmaymiz. Funt dollarda birinchi belgilangan ma'mul likvidness nuqtamiz kecha dushanba kuni olindi.
va buni o'chiramiz. Ikkinchi nuqtamiz bo'lsa, mana bu 1.368 darajasiga narxi chiqishini kutyapman. Endi bir kunlik time frame'da ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yerda mana bu yerda fair value gap nuqtasi qolgan. Endi bu yergacha narx tushmasa kerak deb o'ylab turibmanman. Va 4 soatlik time frame. 4 soatlik time frame'da mana bu yerda ham fair value gap nuqtasi bor ekan. Balki narx bugun yoki ertaga mana shu yerga tushib, yana dalish tepaga ketishini kuzatishimiz mumkin. 1 soatlik time frame'ni o'tib ko'radigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da yo'q, menimcha 4 soatlikdagi mana bu fair value gap nuqtasini o'chirsak ham bo'ladi. Xo'sh, qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, yo'nalishimiz uptrendda. Endi tillaga o'tib buni tahlil qilish hojati yo'q. Psixologicheskiy уровень 3700 da test qilishini kutyapman narxi. Ya'ni xo'sh. Tillani mana aynan 3700 psixologicheskiy уровеньga chiqishini kutyapman. Bu balki ertaga FOMC yangiligida test qilishi mumkin bu narxi. Katta ehtimol chiqadi. Shuning uchun kimdadir buy pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, ushlab turaversanglar bo'ladi bemalol. Albatta, fiksatsiya qilib qo'ygan holda stopni qanaqadir bezubetkaga olib chiqib qo'ysanglar, bemalol xotirjam ushlab o'tiraverasizlar. Xo'p, Nasdaqda ham xuddi shunaqangi holat, faqat tepaga qarab ketyapti. Bularda uje sellga qarash juda ham xavfli. Shuning uchun narx sal pastga harakat qilganida tepadagi likvidnesslarga qarab yana qo'shilib ishlab ketirish maqsadga muvofiq bo'ladi. 5 ta kotirovkani sizlar bilan birgalikda tahlil qilib chiqdik. Menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan valyutalarga o'tish hojati yo'q. Menimcha video shu yerda to'xtatsak bo'ladi. Kerakli valyutalarni tahlil qilib chiqdik sizlar bilan. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, xudo xolisa. Qanaqadir update yangiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, Telegram, Instagram kanallarimizda bo'lishib boramiz. Bitta va'da qilgan narsamiz, o'tgan haftada savol-javob o'yinini o'tkazishimiz kerak edi. Prop shot berish yutgan odamga sovrin tariqasida. O'shani o'tkaza olmay qoldik. Ma'lum bitta sababga ko'ra, to'g'risi vaqt ajrata olmay qoldim men shaxsan o'zim o'shanga. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bu haftada albatta o'tkazamiz. Yutgan odamga Prop kompaniyadan albatta shot olib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin, charchamanglar.